$103 ming sizlar uchun shaharni dodda lokatsiyalardan bitta 3 xona 72 kvadrat bo'lgan kvartira obzori kelganmiz. Qaranglar, biz zaldamiz, zal remontini qaranglar. Вообще шикарный Евроремонт, полностью mebel texnika o'rnatilgan. Mana bu balkonni qaranglar, razdvижный oynalar bilan yopilgan. Balkonni ham qaranglar, akkuratniy qilib joylab qo'yishgan. Hozir sizlarga bir xonalarni ko'rsatib ketaman. Qaranglar, mana bu yerda 10 tarafimiz vannaya xonasi, ko'rishinglar mumkin vannayani. Hamma narsa bor. Mana bu yerda farzandlarimiz uchun mo'ljallangan yotoqxona, ikkita kravat o'rnatilgan, shkoplar bor. Remontlar svejiy, hali hech kim yashamagan. Mana bitta ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Qaranglar, вообще doddi. Remontni qaranglar, remontga вообще gap yo'q. Bitta televizor o'rnatsanglar bo'ldi. Xo'p, bu yoqqa o'tamiz endi. Mana bu yoqda qaranglar, kirish eshigimiz, kirishimiz bilan bu yoqda shkoplar o'rnatilgan. Mana bu yoqda hojatxona ko'rishinglar mumkin. Ayollarimiz eng ko'p vaqt ketadigan oshxona. Oshxonani qaranglar, вообще zo'r. Mana bu yerda холодильник, gaz plita, hamma narsa bor, в принципе. Ushbu xonadonimiz Olmazor tumani, Sebzorda joylashgan. Qorabankka ozgina yetmasdan. Katta yo'ldan unaqa ko'p kirilmaydi. 9 etajli domda 8-etajda joylashgan.